Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsligimiz Roblox Shortsda qanday qilib montaj qilish haqida bo'ladi va Roblox Shorts o'zi qanaqa va nima yo'nalish, qanaqa video tayyorlanadi, hammasini shu darslikda ko'rsatib beraman. Misol uchun mana shu YouTube kanal ko'rishimiz mumkin mashhur videolardan 11 million prosmotr va keyingi 7 million prosmotr, 6 million prosmotr bo'lgan. Demak, bu Roblox yo'nalishida yaxshi prosmotr olsa bo'ladi. Va misol uchun 11 million prosmotr olgan videosini ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin, oddiy montaj qilingan, qiyinday ko'rinishi mumkin, lekin bu o'zi juda ham oddiy montaj. Xo'p, bizani YouTube ishlari degan mana shu YouTube kanalimiz bor. Shu darslik chiqqan YouTube kanal. Shu YouTube kanalga obuna bo'lib qo'yish maslahat beraman. Bu YouTube kanalda hali sifatli darsliklar hali oldinda. Xo'p, endi biz eng birinchi bo'lib ChatGPT ga mana shu promptni yuboramiz. Bu promptni qayerdan olsa bo'ladi? Bu promptni men Telegram kanalimiz mana shu YouTube ishlari, shu Telegram kanalga shu promptni yuborib qo'yaman. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Telegram kanalimizda o'zimni Amerikan YouTube kanalimni ko'rsatganman va har xil foydali ma'lumotlar berib boryapman. Xo'p, mana shu promptni Telegram kanalimizdan olganingizdan keyin va ChatGPT ga yuborganingizdan keyin sizga ChatGPT mana shunaqa mavzular beradi, ya'ni skript. Bu Roblox bo'yicha mavzular. Birortasini copy-paste qilib olamiz va 11 Labs degan sayt bor. U sayt sizga inglizcha audiolar tayyorlab beradi, ya'ni bu saytda siz matningizni inglizcha audioga o'girishingiz mumkin. Xuddi inglizcha gapirgandek. Xo'p, matnimizni tashlab yuboramiz. Matnimizni tashlaganimizdan keyin bir tarafga e'tibor berishimiz kerak, ya'ni voice degan qism Adam degan shaxsda turishi kerak va Adam tanlaganimizdan keyin mana shu audioni tayyorlashga bosamiz va audiomizni tayyorlab beradi. Va audio tayyorlandi 25 sekundlik. Mana shu audioni yuklab olamiz va yuklab olganimizdan keyin endi montaj qilishga o'tamiz. Montaj qilish uchun CapCutga o'tamiz. CapCutni ichiga kirib, hozir tayyorlab olgan o'sha audiomizni CapCutni ichiga yuboramiz. CapCutni ichiga mana shu audioni tashlaganimizdan keyin bunda to'xtab qolgan joylarini audioni ichida va keraksiz joylarini, ya'ni to'xtab qolgan joylarini biza kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, to'xtab qolgan joylarini kesib chiqamiz. Xo'p, mana audiomiz tayyor. Endi audioni biza birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Audioni Alt-G degan, hozir Alt-G va mana Alt-G ni bosib birlashtirib oldik. Birlashtirib olganimizdan keyin audioda biza speed degan bo'limini 1.3 ga qo'yib olamiz. Bu muhim va eng muhimi pastdan pitch degan, ya'ni bo'limini yoqib qo'yamiz. Buni yoqsak mem ovoz bo'lib o'zgaradi. Xo'p, yoqqanimizdan keyin audiomiz tayyor, yaxshi audio bo'ldi, mem audio bo'ldi va endi Robloxda o'ynab olgan ekran zapis faylimizni CapCutga tashlab olamiz. Xo'p, Roblox deb qidiramiz va mana Roblox chiqdi. Mana shu Roblox videoni endi biz tashlab olamiz va eng qiziqarli biror joyini kesib olamiz. Xo'p, demak mana shu sakrab yurgan tarafdan olamiz. Ko'pincha sakrab yurgan taraflarda ko'pincha shortslarda chiqadi va chiroyli ko'rinadi. Xo'p, mana shu tarafni kesib olamiz va qolgan tarafni o'chirib tashlab, faqat audiogacha bo'lgan oralig'ida qoldiramiz. Va endi eng muhim qismlardan biri, buni ratio degan bo'limidan shorts formatini tanlab qo'yishimiz kerak. Shorts formati esa 9 ga 16 format bo'ladi. Xo'p, to'rtburchak video qoldi. Buni ozgina kattartirib olamiz, ya'ni shorts format uchun moslab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin, shorts format uchun moslandi. Qiziqarli videoning joyi va mem chiroyli audio ham qo'yildi va endi biz qiladigan ish, mana bu videoning foni ozgina sekin ko'rinyapti. Audiomiz uchun esa bu sekin, ancha sekin. Audiomiz esa juda tez. Endi esa o'sha videomizning fonini o'zini ham speed bo'limidan tezligini oshiramiz. 1.3 ga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni uzun qilib olamiz
va mana endi ancha yaxshi bo'ldi. Videomiz ancha yaxshi ko'rindi. Endi biz qiladigan ish tekst yozamiz. Ya'ni tekst bu shunchaki tekst emas, bu odamni ushlab turadigan bir tekst, bir life hack desa ham bo'ladi. Tekst tepada o'qib, audioni tushunib, ko'p vaqt qolishiga shortsning ichida sababchi bo'ladi va shortsning retention ancha ko'tarilib, ancha yaxshi prosmotr oladi va mana ko'rishingiz mumkin. Tekst tepada joylashtirdik va mana ancha videomiz yaxshiroq bo'lyapti, sifat oshib boryapti. Endi esa biza mem ovoz qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qiziqarli, kulgili joylarga har xil mem ovozlar. Unaqa mem ovozlarni biz qayerdan olamiz? Mana bunaqa My Instants degan bir veb-sayt bor. O'sha veb-saytning ichida bizga ko'p kerak emas, faqat mana shu Vine Boom Sound degan ovozli bir mem ovoz bor, 3 sekundli. O'shani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, men buni yuklab olganman va mana shunaqa sound effektlarni, mem sound effektlarni biza montajda ishlatishimiz shart, chunki shortsimizdagi ko'pincha ushlab qolish vaqtlarini shular hal qiladi. Xo'p, mana endi biza o'sha mem audioni CapCutga tashlab olamiz va CapCutga tashlaganimizdan keyin videodagi, misol uchun, kulgili joylarga yoki videodagi hayratlanarli, urg'u berib gapiradigan joylarga, hazil bor joylarga mana shunaqa sound effektlarni joylashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu Vine Boom sound effektini ham men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xo'p, misol uchun mana shuga ham ishlatsak bo'ladi. Bu yerda ham bir hazil mem qilingan va yana xo'p, misol uchun mana shu yerda ishlatsak ham bo'ladi. Mana shunaqa qilib, qisqa qilib mana shunaqa sound effektlarni qo'ysak, videomizni sifati ham va montaji ham ancha sifatliroq bo'ladi. Sound effektlar bilan ishlash juda ham muhim va tomoshabinni tekst, sound effekt, orqa fon musiqa va ora-orada bunaqa video uchun videoni ichida giflar ishlatsak, bu juda ham zo'r bo'ladi. Misol giflarni mana shunaqa gifhi.com mana hozir ko'rsam, mana gifhi.animated veb-saytidan olsak bo'ladi giflarni. Har xil giflar bor. Xohlaganimizni bemalol qidirib topib olsak bo'ladi. Mana shu Gifhi Animated veb-saytidan olsak bo'ladi. Xo'p, mana hozir videoni yana ham boyitish uchun tavsiyalar berib o'taman. Birinchisi tekst qo'ying, ikkinchisi sound effektlar qo'ying, uchinchisi orqa fon musiqa qo'ying, to'rtinchisi esa giflar joylashtiring. Mana shunaqa ishlar qilsangiz, videongiz, shortsingiz prям topda bo'ladi. Montaj juda ham sifatli bo'ladi va audioni tezlashtirishni va fonni tezlashtirish ham juda muhim. Xo'p, YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va Telegram kanaliga ham qo'shilib qo'ying.